Bismillahirrahmanirrahim. Bugün huzurunuzga sunmoqchi bo'lgan muhim tarixiy ahamiyatlik masjidlardan Usba masjidini tanishtirib o'tamiz. Bu masjid bo'lsa bugungi kunda Madina Munavvardagi Quba masjidining g'arbiy tarafiga joylashgan. Va shu oldimizdagi ko'rinayotgan shu qo'rg'onning ichi Usba masjidining asli o'rni joyi bo'ldi. Bu o'rinning o'zini Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyh Medine'ye vali vaqtida sahabeler ve sahabelarning farzandlaridan surishtirish orqali Peygamber sallallohu alayhi vasallamning muhim tarixiy izlari bo'lgan, muhim hodisalar yuz bergan yoki Rasululloh namoz o'qigan joylarni bekitib chiqib, bu o'rinlarga masjid silib ummatga bir xotir sifatida qoldirib qo'yib ketgan. Bundaq tarixiy o'rinlar imkon qadar o'zining shu sahobalar davridagi asli holatini saqlab qolgan peti Madinada saqlanib kelyotidi. Bu Usba masjidini nihoyat muhim tarixiy ahamiyatga ega deb qaralishningki bir necha xil sabablar bor. Birinchidan Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka mushriklarining nurg'un aziyatlariga uchragandan keyin bir qatimli haj faoliyatida Madinalik Avs va Xazraj qabilasidan bo'lgan hojilar bilan ko'rishdi. Ko'rish jarayonida ular musulmon bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan birga Musab ibn Umayrni Madinaga avatdi. Demak, Musab ibn Umayr mush orqali tunji islom elchisi bo'ldi. Madinada hamda Musabninki qilgan xizmati Madinadagi musulmon bo'lgan ansarlarga diniy ta'lim tarbiya bilan mashg'ul bo'lish, musulmon bo'lmagan Avs va Xazraj qabilasining bağları, ularning turli so'rovlarga berib, ularga islom dinini tashviq qilish, islom dinining mohiyatini tushuntirish bilan mashg'ul bo'ldi. Mana shu Usba masjidi bo'lsa, Musab ibn Umayrniki asosiy diniy ta'lim tarbiya bilan mashg'ul bo'lgan muhim bir markazlarning biri. Demak, mush orqali Madin davlatining silinishiga, barpo bo'lishiga ul sog'an va ideviy xizmatni o'rinlagan muhim bir joylarniki bir bo'lg'ishqa buni muhim tarixiy ahamiyatga ega deyishki bo'ldi. Undan boshqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilishdan burun Madinaga sahobalar hijrat qilishga buyurdi. Ular birdan, ikkidan turkumlab kelgandan keyin muhojirlar asosan mushu maliga kelib, mushu yerda o'rnashib, bular mushu Usba masjidining o'zida namoz o'qib, o'zining ibodatini mushu o'rinda Rasululloh kelgichilik mushu o'rinda davom qilib kelgan. Bularga Salim raziyallohu anhu imom bo'lgan. Bu Salim raziyallohu anhu Abu Huzayfa degan kishiniki ozod qilib o'tgan ozodkardis bo'lib, Yamama urushida shahid bo'lgan, shijoatlik botur sahobalardan biri. Bu kishi Qur'onni yaxshi o'qiydigan, Qur'onni ko'p yodlagan, ko'p o'qigan kishi bo'lg'achqa, hatto ba'zi vaqtlarda Umar raziyallohu anhuga va Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhularga Madinada imom bo'lgan degan rivoyatlar mavjud. Bu Usba masjidiniki bir necha xil ism bo'lib, birinchidan Usba masjidi deymiz. Usba degan shu jahiliyat davridan tortib atalgan ismlarning biri. Bu Avs qabilasidan bo'lgan Jo'xjaba jamoatininki joyi bu o'rin. Undan boshqa buni Hajim quduqi yoki Hajim qo'rg'ini degan nom bilan mashhur. Chunki bu Jo'xjaba jamoatininki mishada Hajim nomli bir bog' bo'lgan. Mush bog'ning o'zi shu. Mush joyning o'zida bir ularniki quduqimi bo'lgan. Bu quduqning o'zini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suv ichgan, tarat olgan va namoz o'qigan. Bu quduq hozir 500 metr yiroqlikda bu masjidning o'zidan. Yenidagi bir kichik bir quduq bor. Bu quduq hozir ko'rindi sizlarga. Bu quduq shu boshdagi cho'ng quduqdan shaxchilashtirgan, shakllantirgan bir quduq. Bu masjidniki yana Tavba masjidi degan nomi bor, lekin buning nima uchun Tavba deb atalganligi haqida tarixchilar aniq ma'lumot qoldirgan emas. Bu masjidning yana Nur masjidi degan nomi bor. Nima uchun buning Nur deb atalganligi haqida eng kuchli qarash Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirishdan burun mush o'rindan o'tgan. Chunki bu o'rin ayni vaqtdagi karvonlar yo'l bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush o'rindan o'tkazga, mush joydan o'tkazga, shu buni Nur masjidi deb atalgan. Chunki hamda sahobalarniki ba'zilarining tasvirlashicha Payg'ambar alayhisolatu vassalam Madinaga kirgan kun eng nurli kun edi Madinaning.
Resulullah vafot bo'lgan kun Medine eng zulmetli, qarаңғы bo'lgan bir kun edi deb tasvirlagan. Demek Peygamberimiz tunji qadamni mush o'rindan ilib Medine kirgachga buni Nur Mescidi degan nom bilan atalgan. Shunga buningki 3 xil nomi bor. Mana mushu quduq bo'lsa, bu yaqinda bu bir necha yüz yil bo'lgan quduqlarniki biri, lekin bu ayni vaqtida Peygamberimiz taratagan hajm quduqidan shoxlandirilgan quduqning o'zi biri. Cho'ng quduq bo'lsa, mush quduqning o'ziga 500 metr jiroqliqda. Bugun tanıştığan o'rnimiz müşagichi bo'lsin. İnşallah biz kelar qitim Xudoyim bo'lsa Quba masjidini va uningdan boshqa tarixiy o'rinlarni tanishtirishga tirishimiz.